Biz buni kichik gaz deb atardik. Undan elektr energiyasi shimolga uzatilardi. Endi shaharga yo'naltirmoqchimiz. Bir paytlar atom energiyasi ishlatilardi. Hozir u yo'q. Ayni damda dizel va gaz generatorlari ishlayapti. Agarda shu gazni ishga tushirsak, shaharda elektr ta'minoti tiklanadi. Nima haqda gapirganimni tushundingmi? Bu chiroq. Ha. Yorug'lik. Bu yer sizning uyingiz. Uni olib qo'yishni istamayman. Ammo shu yerda ta'mirlash ishlarini olib borishga ruxsat bersangiz. Boshqalarni ham olib keldingmi? 6 kishimiz. Sizlar uchun xavfli emasman. Istagan paytingiz meni o'ldirishingiz mumkin.